Ekologik reydlar Toshkentdagi issiqxonalar tekshiruvdan o'tmoqda. Bugungi kunda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida issiqxonalar faoliyati jiddiy tekshiruvdan o'tmoqda. Bunga sabab atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan manbalarni aniqlash va ularning oldini olish zarurati. Shu maqsadda Bosh prokuror o'rinbosari To'xtaboyev rahbarligida maxsus ishchi guruh tuzildi. Ular tarkibiga Ekologiya qo'mitasi, hokimlik, sanitariya xizmati va favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari kirgan. Reydlar, ayniqsa issiqxonalar zich joylashgan hududlarda Zangiota tumanida faol davom etmoqda. Nega aynan issiqxonalar? Chunki ular yil davomida ishlaydi, ko'p energiya sarflaydi va ayrim hollarda noto'g'ri yoqilg'i yoqish, filtrlarning ishlamasligi yoki chiqindilarni noto'g'ri yoq qilish havoga zararli moddalar chiqishiga olib kelishi mumkin. Tekshiruvlarda shunday holatlar aniqlanyaptiki, issiqxona egalarining o'zi ham bunaqa darajada ta'sir bo'lishi mumkin deb o'ylamagan. Masalan, birgina filtri ishlamaydigan qozonxona atrofga bir necha baravar ko'p tutun chiqarishi mumkin. Bu nafaqat havoni bulgaydi, balki yaqin hududda yashayotgan aholining sog'ligiga ham ta'sir qiladi. Reydlarning o'ziga xos jihati faqat jarima yoki ogohlantirish emas. Mutaxassislar issiqxona egalariga qanday texnologiyalar yordamida havoni toza saqlash, issiqlik tizimini to'g'ri boshqarish yoki chiqindilarni xavfsiz yo'q qilish mumkinligi bo'yicha amaliy ko'rsatmalar bermoqda. Ya'ni reyd bu nafaqat nazorat, balki o'rgatish, tartibga solish va muammoni birgalikda hal qilish jarayoni. Muhim natija shundaki, Toshkent va viloyatdagi issiqxonalar tobora ekologik xavfsiz tizimlarga o'tmoqda. Bu esa shahar havosining tozaligi, aholining sog'ligi va kelajak avlod uchun sof muhit yaratish yo'lida katta qadamdir.